Obuna bo'ling dedim, obuna bo'ldilaringiz. Rahmat katta. Obunachilarimiz soni 100 mingdan oshdi. Biz nafaqat konteyner, balki shunaqa domiklarni ham eng arzonlarini qo'yib boramiz. Bu domigimiz shu bog' uchun yaratilgan. Holatlar juda ham ideal, neobычный qilib o'zlari qildirgan, birovdan sotib olmagan narsalarni ayamay ishlatgan. Poltaxtalar o'ta cho'tki. Sanuzellari ham yangidek. Aristonni olib qo'yishgan ekan, borgandan keyin o'rnatib olasizlar, qo'shib beriladi. Kanalizatsiyalargacha chiqarib qo'yilgan ekan. O'ng tomonimizga kiradigan bo'lsak, eshiklari taxtalar juda go'zal ishlangan. Yana bir shinamgina xonamiz bor ki, o'zlari uchun tayyorlagan bu xonani ham. Shu burchagimizga konditsioner uchun alohida joy tashab ketilgan. Deraza va romlarni o'zlariga qilganlari uchun pishiq va puxtalarni tanlab yurib olganman deyishdi. Ikkinchi xonamizga kirishdan oldin sizlarga elektr montajlari bo'lgan shitni ko'rsatib o'taman. Eng qizig'i bu yerga uchuvchilargacha o'rnatib qo'yilgan. Keyingi xonamiz bilan tanishtiraman. Konditsionerlari mavjud. Konditsionerlari eng qizig'i $400. Kim olsa o'sha odamga nasib qiladi. Konditsioner shunday qo'shib berib yuboriladi. Bu xonamiz ham ixchamgina, televizor uchun joy, hatto antenalargacha tushirib bitkazilgan. Uchinchi xonamizga kiradigan bo'lsak, bu xonamiz kichkinagina joy, qorovul uchun joy yoki bir razvalka, sklad, o'zlaringiz xohlagan kuyga solib ishlatsalaringiz bo'laveradi. E'lonlarda shunaqa 12 metrli, bo'ylari baland 290 lik konteynerda yo'l kirasiz, qo'shimcha jihoz va texnikalarsiz $4,500 narx qo'yishgan eng kami. Tekshirib ko'rasizlar. Agar men siz o'ylagan narxdan ham pasaytiradigan bo'lsam, kommentariyaga oluvchani banglatib tashaverasiz. Bizning obunachilarimiz uchun maxsus ushbu neobычный domigimizni ichidagi qo'shimcha texnikalari bilan birgalikda bonusiga uyingizni eshik tagigacha olib borib berish dastavkasini qo'shib turib $3,495 ga beraveramiz. Bosinglar.